Nima gap, qalaysizlar, ishlarlar yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Shu gidey, как, zачем, почему? Boshqatdan. Assalomu alaykum aziz birodarlar, xush kelibsizlar videochamga. Yaxshi kelib oldinglarmi? Choy-poy qilamiz. Avlodlar nima? Avlod deganda biz nimani tushunamiz? Psixologiyada kohort nazariyasi bor. Bir xil tarixiy sharoitda o'sgan odamlar o'xshash psixologiyada rivojlanadi. Bu shunchaki eski yoki yangi emas. Bu miyaning turlicha shakllanishi. Boomerlar 1946-1964-yillar oralig'ida tug'ilgan shaxslar, urushdan keyingi tiklanish davri dunyo resurslaridan cheklangan odamlar. Gen X 1965-1980-yillar oralig'ida tug'ilgan shaxslar, o'tish avlodida tug'ilgan, ko'p tadqiqotlarga ko'ra unutilgan avlod deyiladi. Millennial 1981-1996-yillar oralig'ida tug'ilgan shaxslar internet bilan o'sdi, lekin analog qilishni ham biladi. Va nihoyat, Zoomerlar 1997-2012-yillar oralig'ida tug'ilgan shaxslar. Ularning ichiga o'zim ham kiraman. Kimdir bilmasa agar birinchi to'liq raqamli avlod hisoblanamiz. Alfa avlod 2013 dan hozirgi yilgacha tug'ilayotgan bolalar. Ya'ni bu avlod davomiy hisoblanadi. Sun'iy intellekt bilan o'sayotgan tug'ilishi bilan to'g'risi 2012 dan keyin bola tug'ilmagan deb o'ylardim. Bugun asosan 3 ta avlodga to'xtalamiz. Boomer, Zoomer va Alfa avlod. Chunki bu 3 avlod o'rtasidagi farq katta. Qolganlari bo'lsa, pashti bir-biriga o'xshash. Boomerlar kim ular? Boomerlar urushdan keyingi dunyoda o'sdi. Resurs kam edi, imkoniyatlar yangi edi. Ularning miyasi ishlasang olasan prinsipi asosida shakllangan. Psixolog Jen Twing o'z kitobida aynan shuni ko'rsatadiki, boomer avlod kollektiv qiyinchiliklar orqali bardoshliligini kuchli rivojlantirgan. Lekin bu bardoshlilik ko'pincha hissiyotni ichga yutish bilan birga kelgan. Xususiyatlari: mehnat, qadr-qimmat, muammoni gapirma, hal qil. Barqarorlik eng katta maqsad, texnologiyalarga spektik munosabat. Boomer bu sizni otangiz. Telefoningni qo'y, ishla, o'qi. Seni o'ylab gapiryapman, gan. Sorry bro. U yomon odam emas. U o'zi o'sgan dunyoning mantiqidan gapiradi. O'sha dunyoda telefon yo'q edi. Shuning uchun u buni vaqt o'ldirish deb ko'radi. Zoomerlar birinchi to'liq raqamli avlod bo'lib, bolaliklaridan smartfon bilan o'sdi. Bu miyaga nima qildi? Shuni yaxshilab eshitinglar. Neuropsixolog Murali Doraisvami tadqiqotlariga ko'ra, smartfon ishlatish prefrontal korteksning qaror qabul qiluvchi qismini rivojlantirishini sekinlashtirishi mumkin. Lekin ayni paytda multiplikasiya va vizual qayta ishlash qobiliyati sezilarli oshgan. Ikki tomonlama haqiqat, kuchli tomonlari tezkor axborot filtrlash, global fikrlash, mental salomatlikka e'tibor ko'p, noto'g'rilikka qarshi turish. Zaif tomonlari: diqqat muddati qisqa, yuzma-yuz muloqot qiyin, ijtimoiy taqqoslash, sabrsizlik. Bo'ldi. Zoomer avlodi tarixda birinchi bo'lib mental salomatlikni ochiq muhokama qildi. Bu zaiflik emas, bu evolyutsiya. Boomerlar bu haqda gapirmagan, chunki ular gapirmaslikni kuch deb o'rgangan. Muhim fakt: McKinsey tadqiqotiga ko'ra, Zoomer avlod eng ko'p depressiya va tashvish bilan kurashayotgan avlod, lekin ayni paytda eng ko'p o'z biznesini boshlayotgan avlod ham shu. Alfa avlod 2013-yildan keyin tug'ilganlar. Ularning katta qismi hali 13 yoshga to'lmagan, lekin tadqiqotchilar allaqachon qo'rqinchli va hayratli narsalarni topmoqda. McKinsey Research Center bu avlodni birinchi bo'lib o'rgangan institutlardan biri shuni aniqladiki, alfa avlod tarixdagi eng ko'p ta'lim olgan avlod bo'ladi. Lekin ularning o'rganish uslubi tubdan farq qiladi. Ular matn emas, vizual va interaktiv kontent orqali o'rganadi. Alfa avlodning xususiyatlari: GPT va AI ular uchun kalkulyator kabi oddiy narsa. Diqqat muddati zoomerlarnikidan ham qisqa. Tadqiqotlar bo'yicha 8 sekund. Ijtimoiy muloqotni ekran orqali o'rganmoqda. Hissiyotni ifodalash emoji va mem orqali. Bu avlod uchun sun'iy intellekt texnologiya emas, bu muhit. Xuddi biz uchun elektr qanday bo'lsa. Amerikalik psixolog Jonathan Haidt o'zining kitobida shuni yozadiki, smartfon va ijtimoiy tarmoqlar bolalar miyasini hali to'liq shakllanmasdan o'zgartirmoqda. Bu tajriba insoniyat tarixida birinchi marta sodir bo'lmoqda. Endi asosiy savolga kelsak, nima uchun ular bir-birini tushunmaydi? Muammo axloqda emas, muammo miyaning turlicha dasturlanishida. 3 ta asosiy farq. Birinchi, xavf idroki. Boomer uchun xavf ishsizlik, ochlik, urush. Zoomer uchun xavf ijtimoiy izolyatsiya, klimat o'zgarishi, mental inqiroz. Ikkalasi ham sog'lom fikr, lekin mutlaqo boshqa dunyo. Ikkinchi, yutuqlar. Boomer uchun uy, mashina,
Barqaror ish bu muvaffaqiyat. Zoomer uchun erkinlik, ma'no, ta'sir bu muvaffaqiyat. Bu qiymatlar urushi, lekin ikkalasi ham insoniy. 3. Muloqot uslubi. Boomerlar yuzma-yuz to'g'ridan to'g'ri. Zoomerlar matn, emoji, mem orqali. Otangiz sizni tushunmaydi, chunki u boshqa dunyoda o'sgan. Siz ham uni tushunmaysiz, chunki siz boshqa dunyodasiz. Lekin bu ikki dunyo o'rtasida ko'prik qurilishi mumkin. Agar ikkalangiz ham bir lahza to'xtab, nima uchun u shunday fikrlaydi deb so'rasangiz yetadi. Avlodlar urushish emas, avlodlar tushunishi kerak. Va bu tushunish sizdan boshlanadi. Rahmat hammalarga. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi videoda tomga qanaqa qilib tez chiqishni o'rgataman.